Savol: ota-onam masihiy dinida o'tib ketishdi. Ular meni ham o'z yo'llariga da'vat qilishardi. Lekin men haq yo'l deb islomni bilaman, ammo namozlarni chin dildan o'qiy olmayapman. Menga maslahat bering. Bu albatta katta musibatimiz. Ya'ni asrlar osha islomni eng mustahkam qamalaridan o'qigan, buyuk musulmon allomalarni tarbiyalab yetishtirgan bir yurtda bugunga kelib shu yurtni asl demak aholisidan mo'min musulmon bo'lib yetishishdan beri kelayotgan xalqdan boshqa dinga o'tib murtad bo'lib ketishlik juda og'ir musibat. Buni tushunib yetishimiz kerak. Ana shu demak baloga giriftor bo'lganlarga qo'limizdan kelganicha nasihat qilishimiz kerak, tushuntirishimiz kerak. Bu ish mutlaqo noto'g'ri ekanligini anglatishimiz kerak. Mana bu hozirgi savol yozgan azizimizni dardiga biz sherikmiz. Albatta bu kishiga demak namozga astoydil ixlos bilan o'qishni tavsiya qilamiz. Namoz to'g'risidagi, namozni hikmatlari, foydalari to'g'risidagi, mohiyati to'g'risidagi kitoblarni o'qisalar yaxshi bo'ladi. Ba'zi bir ahli ilmlar bilan borib suhbatlashib, mana shu o'zlarini namozxonlikdan mustaqil bo'lishi uchun kerak bo'ladigan savollarni berib, ilm hosil qilishlarini taklif qilamiz va o'zlari aytgandek duoni qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu birodarimizni iymonlarini baquvvat qilib, ibodatda sobit qadam qilsin. Avvalidan ham afzal bir namoz o'qishlarini nasib etsin. Bu kishini boshqa dinga o'tib ketgan ota-onalari, qavm qarindoshlarini Alloh taolo rushdi hidoyat berib, insofni tavfiq berib, Allohning haq dinini islomga qaytishlarini, tavba qilishlarini va islomdagi ko'rsatilgan ibodatlarni ixlos bilan ado qilib boradigan bandalardan bo'lishlarini nasib etsin.